Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan shokoladli pirog qilamiz. Uning uchun bizga 4 ta tuxum, 150 gramcha shakar solamiz. Ozgina razrıhlitel, vanilya saxar, 100 gram yog', 2 qoshiq kakao, bir 180 gram atrofida un. Mana shunaqa massa bo'ladi. Uch yuz gram atrofida tvorog, ichiga vanilya saxar, bitta tuxum, kukuruzniy kraxmal ozgina и 3-4 qoshiq shakar. Tvorogni konditerskiy meshokka solib, ustidan shunaqa siqib chiqamiz. Kim qanaqa xohlasa shunaqa bezatib oladi. Mana shunaqa bezatdim. Endi buni 180 gradusga 40 minutga qo'yib yuboramiz. Mana pirogim pishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana домашний творожный шоколадный pirogim bomba mazasi. Umuman hidini prям уже yegisi kelyapti odamlar. Yeb ko'ramiz. Judayam chiroyli chiqdi. Judayam apetitli. Qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa aromatli. Bomba. Bu pirogim hammaga birdek yoqishi aniq azizlarim. Osh bo'lsin. İşte sen bir